Assalomu alaykum, meni kuzatayotgan hurmatli obunachilarim. Bugun Lacetti'ni zo'ri keldi. Idealniy sostoyaniyasida. Родной kraska. Mashinamiz 2012-yil 137 ming yurgan mashinamiz. Undan keyin mashinamizni bitta turuvini ko'ring. Bu mashinamizni saloniga keladigan bo'lsak, qaranglar, mana bunaqa obshivka akvaprintli qilib qo'yilgan. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya bo'lgan. Torpedkalari ham juda ham zo'r, Lacetti Cruise rulli qo'yilgan. Orqa kamera ko'rsatadigan, antiradar, magnitofon. Mashinamiz mexanika bo'lgan, avtomat korobka o'rnatganlar egalari, qo'li taqilgan, poliklari bor. Agar iloji bo'lsa bitta yengillatib yuborish kerak chexollarini. Orqalari ham juda ham zo'r salonlarni. Orqaga pashti odam o'tirmagan, chunki paroklari chizilib ham ketmagan. Motor otseklariga qaraydigan bo'lsangiz, motor otseklari вообще juda ham zo'r, idealniy turibdi. Qaranglar. Buni daji mana bunaqa o'ntan zashitkalar ham qo'yib qo'yilgan. Bagaj qismiga keladigan bo'lsak, mana juda ham toza, hamma narsasi chotki turibdi. Obshivkalari ham unaqa urinib ishlatilmagan mashina. Mana hattoki men qozonlarini ham ko'rsatib o'taman. Mana juda ham zo'r. Agar shu mashina sizga yoqqan bo'lsa, yuragingiz jizillagan bo'lsa, 2000 pulingiz bor, qolganini imkoniyat qilib beraman, variant qilib berishim ham mumkin. Oyma-oy to'lovi bilan qilib beraman. Agar shu video ham yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Bu yog'i qanchadan tushar ekan deb oyma-oyini so'rab qolasiz hozir bilaman. Buni oyma-oyini 250 dan 24 oyga qilib beraman.